Rahmat. Assalomu alaykum azizlar. Sizlarni mana shunday go'zal bir kunda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarga kirib kelgan Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Bahor fasli eng go'zal fasl. Yuzingizdan hech qachon tabassum arimasin. Yurtimiz hamisha mana shunday go'zal, tinch bo'lsin. Biz ham mazza qilib o'ynab, kulib yashaylik.
aziz tumandoshlar, bugungi bayram ishtirokchilari, qadrli mehmonlar, xalqimizning qadimiy tarixi, boy madaniyati va ezgu qadriyatlarini o'zida yaqqol mujassam etgan ona tabiat va odamlar ruhiyatini yuz beradigan yosharish, yangilanish va yuksalishlarni asrlar davomida to'la namoyon etib kelayotgan Navro'zi olam eng ardoqli milliy bayramimiz muborak bo'lsin. Qadrli tumandoshlar, yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning o'zgarishlarning davomi sifatida hurmatli prezidentimiz tomonidan 2022-yil inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili deb nomlanishi bejizga emas. Ushbu yil davomida inson qadrini ulug'lash maqsadida mahallalarda yangi institut sifatida joriy etilayotgan tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash, ijtimoiy sohani kengroq joyli qilish maqsadida tuman mahallalarida yoshlar yetakchilari, mahallalarda hokim yordamchilari hamda xotin-qizlar bo'yicha maslahatchilari joriy etildi. Islohotlar davomida xotin-qizlar uchun ta'lim tizimida ham bir qator keng imkoniyatlar yaratildi. Bahoriy kayfiyatda yangilanish, yasharish va pok niyatlar bayramini sizlar bilan bir davrda ekanligimizdan faxrlanamiz. Ushbu yilimizga barchaga barakali kelishini Allohdan so'rab qolamiz. Ilohim barcha maqsadlarimiz yaxshi niyat va ulkan rejalarni ro'yobga chiqsin. Xonadonlarimizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, omonlik, baxti, saodat hamda fayz va baraka arimasin. Vatanimiz yanada obod, xalqimiz boy bo'lsin. Paxtachi xalqi doim boy bo'lsin. Rahmat. Bayram muborak bo'lsin.